Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Sizlar bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Bugun Aloqabank tomonidan tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan va tadbirkorlik mavjud bo'lgan yosh tadbirkorlarimiz hamda tadbirkorlarga o'zimizdagi bor imkoniyatlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi kunda o'sha belgilangan mahalla aholisi uchun 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan o'zini band qilgan jismoniy shaxslarga biznesga birinchi qadam nomli kredit mahsulotimiz mavjud bo'lib, uning summasi 15 million so'mgacha, muddat 3 yilgacha 50-26%dan o'zini band qilgan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan jismoniy shaxslarga ajratiladi. Bunda o'zini band yo'nalishida boshlamoqchi bo'lgan faoliyat turi bo'yicha o'zini band qiladi va bankka murojaat qilinadi. Undan tashqari bizda biznes imkon nomli kredit mahsulotimiz mavjud bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash uchun 60 oy muddatga, ya'ni 5 yilga yillik 18%dan 25 million so'mgacha o'zini band qilgan o'sha jismoniy shaxslarga ajratiladi. Undan tashqari tadbirkorligi mavjud bo'lgan yuridik va tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lgan jismoniy shaxslarimiz uchun 62-sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha o'zini band qilgan jismoniy shaxslarga garov ta'minotsiz sug'urta yoki kafillik asosida imtiyozli kreditimiz yillik 18%dan 7 yil muddatga 2 yil imtiyozlar asosida kreditlarimiz mavjud bo'lib, bu kredit produktlardan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bunda yuridik shaxslarimizgacha maksimal summasi 5 million so'mgacha olib foydalansalar bo'ladi. Bunda asosiy shartlari qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratish bilan bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari bizda milliy mahallamiki, ya'ni yuridik mahalla kredit mahsuloti mavjud bo'lib, bunda asosiy hisob raqami bizda bo'lgan yangi ochilgan va faoliyat yuritgan yuridik mijozlarimiz uchun 100 million so'mgacha garov ta'minoti asosida 36 oy muddatga, ya'ni 3 yil muddatga 50-25%dan mahsulotlarimiz ajratiladi. Bizda undan tashqari Aloqabankning xizmat ilovasi bo'lib, uni yuklab olsangiz, undagi o'sha o'tkazmalar, konvertatsiya, kommunal to'lovlari masofadan turib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Tavsiya qilamiz. Qulayliklar juda ko'p. Yoshlarimiz uchun ta'lim kreditlarimiz mavjud. Undan tashqari garov ta'minoti asosida beriladigan kreditlarimiz ham mavjud. O'zlariga yaqin bo'lgan o'sha Aloqabank markazlari yoki Aloqabank ofislariga bemalol borib murojaat qilsalar bo'ladi. Agar kimdan savollar bo'lsa, bemalol hozir shu yerda javob berishga harakat qilamiz. Agar savollar bo'lmasa, hammaga rahmat. Sizlar